Assalomu alaykum. Bugungi test tahlili. 22 dan 44 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi nechta nol bilan tugashini topib olamiz. Ya'ni bu yerda 44 ni 5 ga bo'lamiz. Butun qismini nechtaligini topamiz. Ya'ni 8 ta. 8 ni 5 ga bo'lamiz. Bitta. Bu birdan boshlab to 44 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi 9 ta nol bilan tugaydi. Lekin bizda 22 dan boshlanganligi sababli 21 ni 5 ga bo'lamiz. 4 ta. 4 ni ichida 5 yo'q. Shu sababli to'xtadi. Bu 9 dan 4 ni ayirsak, natijada 5 ta. 22 dan boshlab 44 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi 5 ta nol bilan tugaydi. 21 dan 21 ni 5 ga bo'lsak 4 ta to'xtadi, tugadi bu ham. Va 11 dan boshlanganligi sababli 10 ni 5 ga bo'lamiz. 2 ta. Natijani ayirib boramiz. 11 dan 21 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi 2 ta nol bilan tugaydi. Suratda, ya'ni bo'lganda deganlik sababli suratdagi sonning oxirida 5 ta nol bor. Mahrajdagi sonning oxirida 2 ta nol bor. Qisqartirish oqibatida natija 3 ta nol bilan tugaydi. 3 ta. Javob A javob. Hovuzda 3 ta quvur o'rnatilgan ikkinchi masalamizda. Birinchi quvur bo'sh hovuzni 4 dan 1 qismini 3 soatda to'ldiradi. Ya'ni bu yerda aytilmoqda, birinchi quvur 3 soatda to'ldirsa, 3 soatda 4 dan 1 qismini to'ldiradi. 1 soatdagi qiladigan ishini topamiz. 1 soatdagi qiladigan ishi bu 12 dan 1 qismini, bu tezligi bo'ladi. 12 dan 1 qismi tezligi. Ikkinchi quvurimiz esa 12 soatda bo'shatgan to'liq hovuzni. 12 soatda butun bir hovuzni bo'shatadi. Buni tezligi 1 soatda qiladigan ishi 1/12. Bu faqat minus shaklda bo'shatadi, bu plus shaklda to'ldiradi. Uchinchi quvurimiz haqida gapirilmoqda. Uchinchi quvurimiz 12 soatda butun bir hovuzning 4 dan 3 qismini to'ldirar ekan. Bunda 1 soatda qiladigan ishini topib olsak, 3/4 ko'paygan 12. 12 ga bo'lib yubordim. Natijada 3 qisqardi. 4 1/16. Bu ham to'ldiradi. Bizda savol bermoqda, uchala hovuz birgalikda quvurlarning barchasi qo'yib ochib yuborilsa, bo'sh hovuz necha soatda to'ladi? Birisi 1/12, keyingisi minusdan, ya'ni bo'shatadi 1/12, keyingisi 1/16 ko'paygan t. Tezliklarni qo'shamiz. Natijada butun bir hovuz to'lishi kerak. Qancha vaqt ichida? Bular qisqarib ketdi. 1/16 ko'paygan t teng 1. T teng 16 soatda to'lar ekan. Javobimiz B javob. Uchinchi savolga e'tibor qaratamiz. Logaritm 4 asos ko'ra 3 ni A, B, C lar orqali ifodalashimiz kerak bo'ladi. Bunda logaritm 4 asos ko'ra 5 ma'lum, 6 asos ko'ra 5 ma'lum, 12 asos ko'ra 6 ma'lum, ya'ni A, B, C larga teng. Keling, buni logaritm 5 asos ko'ra keltirib olamiz shakl almashtirish formulasida. 5 asos ko'ra 3 logaritm 5 asos ko'ra 4. Bunda logaritm 5 asosga ko'ra 4imiz 1/A ga teng. Asos bilan argument almashganda 1 bo'ladi. Va mana bu yerda yozib qo'yamiz. Logaritm 6 asos ko'ra 5 asos ko'ra 6imiz 1/B ga teng. Logaritm 5 asos ko'ra 4imiz 1/A ligini bildik. Logaritm 5 asos ko'ra 3imizni yaratishga harakat qilib ko'ramiz. Bunda
logaritm 12 asosi ko'ra 6 dan boshlaymiz. Buni logaritm 5 asosi ko'ra keltirib yuborsak, logaritm 5 asosi ko'ra 6, logaritm 5 asosi ko'ra 4 ko'paygan 3. Ko'paytma bo'lganligi uchun yig'indi ko'rinishda o'tadi. 5 asosi ko'ra 3. Bunda logaritm 5 asosi ko'ra 6 miz ma'lum. Logaritm 5 asosi ko'ra 4 miz ham ma'lum va buni biz C deb belgilash kiritamiz. Endi qiymatlarni olib borib qo'yamiz. Bunda surat 1 taqsim B 1 taqsim A plus logaritm 5 asosi ko'ra 3. Bu C ga teng. Mahraj berib yuborsak, ya'ni 1 taqsim B teng C taqsim A plus C taqsim C ko'paygan logaritm shu C logaritm 5 asos ko'ra 3. C taqsim A u tomonga ayirib bo'lib o'tdi va C ga bo'lib yubordim. Natijada logaritm 5 asos ko'ra 3 imiz teng bo'ladi. 1 taqsim BC yo'q. 1 taqsim BC minus 1 taqsim A. Endi bundan xulosa kelib chiqadi. Suratdagi logaritm 5 asos ko'ra 3 imiz 1 taqsim BC minus 1 taqsim A. Xo'sh, alohida bo'lib yuborsak A tepaga chiqadi-da. Birinchi kasrni xo'sh, mana bunda belgilab kiritaylik. Birinchi kasrni bunga bo'lganimizda surat bilan mahraj almashadi. Va natijada A taqsim BC minus 1 hosil bo'ladi. Javob A taqsim BC minus 1. C javob. 4-savol. Har bir sonning x'inchi darajasida kelmoqda. Biz n-ta son, bu yerda n-ta son borligini fikrlagan holatda n-ta qanday sonning yig'indisi n ga teng bo'ladi. Ya'ni n-ta 1 ning yig'indisi n. Xulosaga ko'ra x'imiz 0 va 1 plus 1 plus 1 plus va hokazo 1. Natijada n-ta qiymati ham n ga teng. Javob, bunda x'imiz 0 ekanligini bildik. X'imiz 0 bo'lsa, u qaysi oroqda joylashgan? Albatta A javobda joylashgan. B, C, D'larda 0 ishtirok etmagan. Agar gipotenuza uzunligi 2 ildizosi 13 ga, katta burchagining medianasi 5 ga teng, to'g'ri burchak uchburchakning yuzini toping degan savolni qo'ymoqda. Bunda biz to'g'ri burchak uchburchak chizib olamiz. Gipotenuzamiz 2 ildizosi 13 ga teng. O'tkir burchak, katta o'tkir burchagi mana bu. Bu kichik o'tkir burchak hisoblanib, bundan mediana tushiramiz. Mediana tushirganimizda quyidagicha tushdi. Buning qiymati 5 ga teng. Buni A, buni B taqsim 2, B taqsim 2 deymiz. Ko'rib turganimizdek, bu yerda ikkita to'g'ri burchak, uchburchak hosil bo'ldi. Bittasida gipotenuzamiz 5, ikkinchisida gipotenuzamiz 2 ildizosi 13. Ikkita Pifagorni qo'llab yuboramiz. A kvadrat plus B kvadrat taqsim 4 teng 25. Sistema qilamiz va yana yozamiz. A kvadrat plus B kvadratimiz teng 2 ildizosi 13 ning kvadrati, ya'ni 4 ko'paygan 13. 52. Bundan buni ayirib yuborsak, natijada B kvadrat minus B kvadrat taqsim 4 teng 27 degan natijaga erishamiz. 4 ni mahraj berib yubordik. 3 B kvadrat teng
4 ko'paygan 27. 3 bilan 27 qisqardi 9. Ildiz olib yuborsak 2 va 3 chiqadi. Ya'ni b'miz 6 ga teng ekan. B 6 ga tengligidan foydalangan holatda birinchi tenglama, xohlasak ikkinchi tenglamadan a kvadrat plus 6 ning kvadrati 36 teng 52. A kvadrat teng 16, a teng 4 chiqdi. Yuzasi esa 1 taqsim 2 katetlarning ko'paytmasi. 4 ko'paygan 6. Natija 12 chiqadi. Javobimiz 12 ekan. Ko'rib turganimizdek. Xo'sh, keyingi bo'yalgan sohaning yuzini toping deyapti. Bu yerda bu to'g'ri burchakli bo'lganligi sababli bu 10 ga teng. To'g'rimi? Ana endi bu o'xshash uchburchak-ku, alfa va mana bu ham alfa. Tangens alfalarni tenglashtirib boraylik. Tangens alfamiz 8 taqsim 6 ga teng. Keyingi uchburchakda esa mana buni x deb e'lon qilaylik. Tangens alfamiz teng bo'ladi 4 taqsim x. Tangens alfalar tengligi uchun 8 taqsim 6 teng 4 taqsim x. 4 8 qisqarib ketdi, 2 qoldi. X'imiz teng ekan 3 ga. Endi x'imiz 3 ga teng bo'lsa, buni bo'yalgan sohaning ichidagi ikkinchi katet, bitta katetimiz 10 edi. Ikkinchi katetimiz 3 4 bo'lganligi sababli Pifagor formulasiga ko'ra 5 bo'ladi. Bo'yalgan sohaning yuzi esa s teng 1 taqsim 2 8 ko'paygan 5, ya'ni 20 chiqadi. 20 yo'q, adashib ketdim. 8 emas. 8 ni to'g'ri ketib qoldim. 10 ko'paygan 5, javob 25 chiqadi. Javobimiz B javob. Endi bu raqamlar yig'indisi haqida gapirilmoqda. Bizda xabarimiz bor. 1 dan to 10 gacha bo'lgan raqamlar yig'indisi 46, 11 dan to 20 gacha 56, 21 dan to 30 gacha 66, 31 dan to 40 gacha 76, 41 dan to 50 gacha 86, 51 dan to 60 gacha 96, 61 dan to 70 gacha 10 qo'shilib boraveradi. 106. Bizga 70 gacha kerak. 17 dan boshlandi. Biz 21 dan boshlaymiz. Qo'shishdi va 70 gacha. Bu yerda nechta son berilgan? 5 ta. 5 ta 6. Hisob qolamiz. 30 xayolda hisob qoldik va 70 ga 80 150, 60 ga 90 150, 150 ga 150 300 va 100 bilan 400. Qiymat 430 bo'ldi. Bizda hozir 21 dan 70 gacha bo'lgan holat. 21 dan to 70 gacha 430 ekanligini bilib oldik. 430 ga biz qo'shishimiz kerak 17 ni, 18 ni, 19 ni, 20 ni va davom etamiz. Hozir 20 ni qo'shamiz. Endi 21 dan boshlanganligi uchun 20 gacha qo'shib chiqdik. 70 ga tugadi, 71 ni qo'shamiz. 72 ni qo'shamiz. Va 73 74 ni qo'shamiz. Bizga 74 gacha deyilgan edi. Qiymatni hisoblab chiqsak 430 turibdi. 8 9 10 27 bo'ldi. 27 29 36 37
va 30 44 46 56 63 67 67 ni qo'shamiz. 497 chiqadi javobimiz. A javob. Tushunarli, ha? 8-savol. Sardor har 4 kunda, Asilbek har 7 kunda, Sheroz har 6 kunda, G'ayrat esa har 5 kunda tennis to'garagiga boradi. Ular hammasi to'garakda uchrashgandan keyin necha kundan o'tgach yana hammasi birga shu to'garakka uchrashadi. Bizni qiladigan ishimiz 4 ga, 7 ga, 6 ga va 5 ga ekuk olamiz. Bunda 4imizni yozib olsak, 2 ning kvadrati, 7 ning o'zi, 2 va 3 5. Natijada 2 ning kvadrati borining darajasi kattasi 3, 5, 7 larda olamiz. Bu bilan buning ko'paytmasi 20, bu bilan buning ko'paytmasi 21. Javob 420. 420 degan javobga to'xtalamiz. 9-savolga diqqat qaratamiz. Boshlang'ich funksiyasini oling degan. Bunda biz ko'paytmadan boshlang'ich funksiya ola olmaymiz. Ko'paytmadan yig'indiga o'tamiz. f of x teng 34 ko'paygan 1/2 kosinus yig'indi. Ya'ni 7x. Plus kosinus ayirma. 8x dan 9x ayirsak minus x bo'ladi. Kosinus minusni yo'q qiladi juft funksiyaligi uchun. Natijani yozib qo'yamiz. 34 bilan 2 ketdi, 17 qoldi. 17 kosinus 17x plus kosinus x. Shundan boshlang'ich funksiya olamiz. f of x teng bo'ladi 17 kosinus boshlang'ichi minus emas, sinus 17x bo'ladi. Ko'paygan ichidagi bir taqsim bo'lib chiqadi. Plus 17 ko'paygan sinus x. Bunda 17 bilan 17 qisqarib ketdi. Natija 17 sinus x plus sinus 17x. Endi plus ses ham bo'ladi albatta boshlang'ichda. Javobimiz C javob. Aylanani A, B, C nuqtalari uni 15, 4, 3, 5 nisbatda yoylarga bo'ladi. A, B, C nuqtalardan urinmalar o'tkazilib, bir-birini bilan kesishguncha davom ettirildi. Hosil bo'lgan uchburchakning burchaklarini toping degan savolni qo'ydi. Biz bu yerda aylanani olamiz. Aylana va uni nuqtalar belgilab, nuqtalarda o'tkazishni boshlaymiz. Urinma o'tdi. Va keyingisida ham urinma o'tdi. Va yana bitta urinma o'tdi. Ko'rib turganimizdek markazga tortamiz. Markazga tortib oldik. Bular 90 gradusdan bo'lishadi. 90, 90 va 90. Bu yerda 15x, mana bu 15x va bunisi 4x
va 5x. A nuqta, B nuqta, C nuqtalaridan qurilmalar. Yoylarga ajratilgan. Yoylarning yig'indisi 360 bo'lishi kerak. 5x plus 4x plus 15x teng 360 gradus. Yig'indi 24x ga teng 360. X teng bo'ladi 15 gradusdan. Ko'rib turganimizdek 15 gradus. Birinchi yoyimizda 15 ni 15 ga ko'paytirib yuborsak 225 gradus. 4 ni 15 ga ko'paytirib yuborsak 60 gradus. 5 ni 15 ga ko'paytirsak 75 gradus ekanligi kelib chiqdi. Bundan xulosa kelib chiqadiki, mana bular 90ligi uchun mana bu burchagimiz 4x ga teng bo'ladi. 4x. Mana bu burchagimiz 5x ga teng bo'ladi. Bu burchakni topib olishimiz oson bo'ladi. 4ximiz bu yerda 60 gradus, 5ximiz 75 gradus va mana buni alfa desak, alfa plus 60 plus 75 teng 180. Alfa teng bo'ladi 135 ayrilsa 45 gradus. Natijada burchaklarimiz 45 gradus, 60 gradus va 75 graduslarni tashkil qildi. Hosil bo'lgan uchburchagimizda. Bu javob esa C javobda berilgan. Tetraeder. Tetraeder haqida xabarlaringiz bo'lsa kerak. Uchburchakli tetraeder chizamiz. Uchburchakli tetraeder. Ya'ni asosida uchburchak yotgan hamma tomonlari a bo'lgan hamma qirralari ko'rib turganimizdek piramida. Bunda savolda shunday deyapti: asosining markazidan yon yog'igacha bo'lgan masofa 6 ga teng. Tetraederning hajmini toping. Asosining markazi mana bu nuqta deb olsak, undan yon yog'igacha bo'lgan masofani aytibdi. Bu 6 ga teng ekan. Bu yerga nima tushgan degan savol tug'iladi. Bu yerga balandlik tushgan. Va mana bu yerga asosning radiusi tushadi. Bu mana bu yerdan esa apofema. Bular 90 gradus ostida asosning radiusi. Bu R, bu H, bu apofema. Apofemamiz bilamizki, yon yoqining balandligi hisoblanadi. Muntazam uchburchak chizamiz. Bunda mana bu balandligimiz, balandlik tetraederda apofema hisoblanadi. Xo'sh, o'sha masofamiz, mana bu masofamiz 6 ga teng ekan. Biz apofemani tomonlar orqali bog'lab olishimiz mumkin. A taqsim 2a. Apofemamiz teng bo'ladi ildizosti 3 a taqsim 2 ga. Kichkina r'imiz nimaga teng bo'ladi deb so'rasak, ichki chizilgan aylananing radiusi h ning 3 dan 1 qismiga. Ya'ni kichkina r'imiz teng bo'ladi ildizosti 3 a taqsim 6 ga. Ana endi katta hni ham biz ifoda etishimiz mumkin. Mana bu balandlikda tashqariga chizib olaymiz. Quyidagicha amalga oshadi. Bu katta h, bu apofema, bu kichkina r. Mana bu 6 ga teng, bu balandlikcha.
Bundan xulosa kelib chiqadiki bizga katta h bilan r ning ko'paytmasi apofema bilan 6 ning ko'paytmasiga teng degan. Katta h ni topib olishimiz mumkin bemalol. Katta h ning kvadrati, ya'ni tetraedrning kvadrat, balandligining kvadrati apofemaning kvadratidan kichkina r da kvadratni ayirmasiga teng bo'ladi. Apofemaning kvadrati 3a kvadrat taqsim 4 minus 3a kvadrat taqsim 36. Bunga 9 ni berib yuboramiz. H kvadrat teng makhraj 36, 27 dan 3a kvadrat, ya'ni 27a kvadratdan 3a kvadrat ketdi. 24a kvadrat. H teng makhrajimiz 6, sur'atimiz 2 ildiz ostida 6a bo'ladi. Ana endi biz a ni topib olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Katta hashimiz 2 ildiz osti 6 taqsim 6a. Kichkina rimiz ildiz osti 3 a taqsim 6 teng apofemamiz ildiz osti 3 a taqsim 2 va 6. Ildiz osti 3'lar qisqarib ketdi. Ildiz osti 3 a va bular qisqarib ketdi. 3 qoldi. Bir dona bu yerda a qolgan. Buni qisqartirishimiz ham mumkin. Ildiz osti 6 qilib va 2 bilan 6 ni ham qisqartirib yuborsak 3 bo'ladi. Natijani yozamiz. Natijamiz a teng 9 ildiz osti 6 ga. Tomonimiz kelib chiqdi. Bizga uning hajmini so'raganligi sababli bizga h kerak. H'imiz teng, olib borib qo'yamiz. 2 ildiz osti 6 2 ildiz osti 6 ko'paygan a ning qiymati pastda chiqardik. 9 ildiz osti 6 9 ildiz osti 6 taqsim 6. Shunaqa. Mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan. Ildiz osti 6'lar ko'paygan natijasida 6 bilan ketdi. H'imiz teng ekan 18 ga. Bizga hajmni topish uchun 1 taqsim 3 s as ko'paygan h. S asimizni topish formulasi bor o'zi bizda. Ildiz osti 3 a kvadrat taqsim 4 dan foydalanamiz. A ning qiymati 9 ildiz osti 6 ga teng bo'ldi. Ya'ni kvadrat ko'tarib yuborsak ildiz osti 3 ko'paygan 9 81 bo'ladi. 81 ko'paygan ildiz osti 6 ning kvadrati 6 bo'ladi. Taqsim 4. Qisqartirishni bajardik. 3 2. Hajm topamiz. 1 taqsim 3 ko'paygan esas 81 ni 3 ko'paytirsak 243 ildiz osti 3 taqsim 2 ko'paygan 18. 18 bilan ketdi. 9 qoldi. 9 bilan 3 ketdi. 3 qoldi. V'miz teng ekan. 3 ni 243 ga ko'paytirsak 729 ildiz osti 3 bo'ladi. Javobimiz C javob. Quyidagidan ko'rib olishingiz mumkin. 12-savol. Funksiya qanday eng kichik sonni qo'shsak, funksiyaning grafiga y teng to'g'risidan o'tadi. Ya'ni y 4 bo'ladi deb aytilyapti. 4 bo'lishi uchun sinusning eng katta qiymati va eng kichik qiymatlarini yozaylik. -1 Bunga qanday son qo'shsak 4 bo'ladi? Javob a teng 3. 1 ga, ya'ni eng katta qiymatini olamiz. Eng kichik sonni qo'shgan bo'lamiz. A teng 3 bo'ladi. Xo'sh, keyingi savolga diqqat qaratamiz.